Samarqandda o'sha trendda bo'lgan Dino Park 1100 kvadratlik bolalar maydonchasiga keldik. Siz bu videoni oxirigacha ko'rib, like-chani qizartirib bosib, obuna bo'lib qoling. Biz esa sharoitlari va narxlar haqida qisqacha obzor qilib o'tamiz. Manzilimiz bo'layapti Qorasuvda, Qorasuv savdo markazi. Bu yerda esa buyuk supermarketning ikkinchi qavatiga ana shunday katta hajmdagi Dino parki ochilgan. Parkimiz esa 15 dan ortiq bolalar o'yingohlarini o'z ichiga oladi. Narxlari yarim soat 25 ming, 1 soat 40 ming, 2 soat 60 ming. Bu narxlar faqat 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga tekin ekan, qolganlarga pullik. Kattalarchi desa, kattalar faqat bitta 5 minggina naski sotib olishadi ekan. Shu naski toza naski, yangi naskini kiyib keyin ichariga qo'yishar ekan. Nafaqat bolalaringiz yoki jiyanlaringiz, bundan tashqari o'zingiz ham bular bilan kirib, ana shunday futbol maydonchasiga ularga qo'shilib, siz ham hordiq chiqarib, mazza qilib dam olib chiqishingiz mumkin. Barchangizni ushbu bolalar maydonchasiga kutib qolamiz. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Sheyx Daniel profiliga obuna bo'ling.